Assalomu alaykum. Email asoslari turkumidan bo'layotgan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz ma'lumotlarni tayyorlash va dastlabki ishlov. Ushbu videoda biz quyidagi mavzularda gaplashib o'tamiz, ya'ni ma'lumotning tayyorlashning muhimligi, ularni tozalash, shkalalash, ma'lumotlarni bo'lish va hamda Pythonda amaliy misol bilan tanishib chiqamiz. Nega ma'lumot bunchalik muhim? Avvalgi darslarimizda biz model qurishni va uni baholashni o'rgandik, lekin eng yaxshi algoritm ham sifatsiz ma'lumot bilan ishlasa yaxshi natija bermaydi. Bu sohada shunday ibora bor: garbage in, garbage out, ya'ni sifatsiz ma'lumot, sifatsiz natija. So'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, axlat kirsa, axlat chiqadi. Ya'ni bu biz qurayotgan modelga agar sifatli ma'lumot kiradigan bo'lsa, modelimiz sifatli natijani beradi degani. Qanday ma'lumotlar sifatsiz hisoblanadi? Xato ma'lumotlar birinchi navbatda modelni xulosasini buzadi. Ya'ni xato ma'lumot noto'g'ri yozilgan qiymatlar bo'lishi mumkin. Undan keyin yetarsiz ma'lumot. Model kam misol bilan qonuniyatni to'g'ri o'rgana olmaydi. Undan keyin nomutanosib ma'lumot. Ya'ni bir tomonga oqqan ma'lumot model xolisligini buzadi. Misol tariqasida aytamiz: uy narxini bashorat qiluvchi model quryapsiz. Bunda ma'lumotlaringiz faqatgina qimmat uylardan tashkil topgan. Bu holatda modelda og'ish paydo bo'ladi, faqatgina o'sha qimmat uylarni to'g'ri bashorat qila oladi. Ma'lumotlarni qayerdan to'playmiz? Har qanday email loyihasi ma'lumot to'plashdan boshlanadi. Ma'lumot manbasi loyihaning maqsadiga qarab farq qiladi. Birinchi navbatda siz ishlayotgan muhitdagi ichki bazalar, ya'ni kompaniyaning CRM, sotuv yoki mijozlar bazasi, Excel'dagi ma'lumotlar va shunga o'xshagan turli xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Undan keyin ochiq ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Bular modelni dastlabki tekshiruv yoki dastlabki o'qitishlarda tayyorlash uchun foydali bo'ladi. Bularga Kaggle bo'lishi mumkin, UCI hamda statistika ma'lumotlari. Undan keyin sensorlar va IoT, ya'ni asbob-uskunalardan real vaqtda yig'ilgan ma'lumot. So'rovnomalar bo'lishi mumkin, foydalanuvchilardan to'g'ridan-to'g'ri yig'ilgan ma'lumot. Ma'lumot deyarli har doim kir bo'ladi. Ya'ni bu degani to'plangan ma'lumot kamdan-kam holatlarda darrov modelga berishga tayyor bo'ladi. Unda odatda 3 asosiy muammo uchraydi. Birinchisi yo'qolgan qiymatlar, ya'ni missing values deyiladi. Bu jadvaldagi ba'zi katakchalar bo'sh qoladi. Masalan, mijozning yoshi kiritilmaydi, uning yashash joyi bo'lmasligi mumkin. Undan keyingi holat takrorlangan yozuvlar, ya'ni duplicate records bo'ladi. Bu bir xil ma'lumotni bir necha marta kelishi. Bu modelni noto'g'ri tomonga og'diradi. Noto'g'ri qiymatlar bo'lishi mumkin, ya'ni incorrect values. Aytaylik, mantiqsiz raqamlar, masalan, yosh -5 bo'lishi mumkin yoki 200. Bu holatlar xato hisoblanadi. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yo'qolgan qiymatlar. Ushbu jadvalda ism, yosh, shahar berilgan. Ikkinchi qatorda Alining yoshi berilmagan hamda uchinchi qatorda Layloni shahar qismida joyi yozib ko'rsatilmagan. Ya'ni bular yo'qolgan qiymatlar, ya'ni missing values deyiladi. Buni qanday hal qilamiz? Birinchi navbatda o'chirish bilan, agar ma'lumotlar ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki bir nechta tushib qolgan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bu qatorni o'chirib tashlashingiz mumkin. Undan keyin o'rtacha yoki medium bilan to'ldirish. Sonli ustunlarda bo'sh joyni o'rtacha qiymat bilan to'ldirish. Ya'ni aytaylik, mana bu yosh ko'rinishda bu yerda o'rtacha qiymat bo'lishi mumkin, 31 bo'lishi mumkin. Ya'ni Alini yoshini 31 deb ketishimiz mumkin. Undan tashqari eng ko'p takrorlangan qiymat. Masalan, aytaylik, shahar qismida qaysi shahar eng ko'p keladigan bo'lsa, Layloni shahriga shu shahar nomini qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu orqali yo'qolgan qiymatlarni to'g'rilashimiz mumkin. Takror va noto'g'ri qiymatlar. Takror yozuvlar bir xil mijoz yoki yozuv jadvalda bir necha marta takrorlanadi. Bu model uchun soxta ahamiyat yaratadi. Aytaylik, Aziz 28 yosh va Toshkent degan qator 3 marta uchraydi. Model bu mijozni 3 karra ko'proq muhim deb hisoblashi mumkin. Ya'ni buni yechimi takror qatorlarni aniqlab, faqat bittasini qoldirib, qolganlarini o'chirib tashlaymiz. Noto'g'ri qiymatlar, biz qiymatlar mantiqan to'g'ri bo'lmaydi, ya'ni ba'zi qiymatlar mantiqan to'g'ri bo'lmaydi.
kiritish xatosi yoki noto'g'ri o'lchov natijasida. Misol uchun, yosh ustunida -5 yoki 180 kabi qiymatlar bu noto'g'ri hisoblanadi. Bunga yechim sifatida chegara qiymatlarni qo'yamiz. Masalan, 0 dan 120 gacha yoshni belgilaymiz. Undan tashqaridagilarni tekshiramiz yoki ularni tuzatamiz. Xususiyatlarni shkalalash, ya'ni feature scaling. Bu degani, ustunlar turli o'lchov shkalalarida bo'ladi. Bir ustun kichik sonlarda, boshqasi ulkan sonlarda bo'lsa, model ularni adolatsiz taqqoslaydi. Misol tariqasida ko'ramiz. Yosh berilyapti. Ularning oralig'i 18-80 bo'lishi mumkin va hamda daromad so'mda hisoblanyapti, 1 milliondan 50 million so'mgacha. Bu yerda model millionlarga ahamiyat berib qolishi mumkin. Ya'ni bu muhimroq deb o'ylab qolishi mumkin. Nima uchun bu muammo bo'ladi? Masofaga asoslangan modellar KNN yoki K-minus qiymatlar orasidagi farqni hisoblaydi. Katta sonli ustun bir hisobda hukmronlik qiladi, kichik ustun soyada qolib ketishi mumkin. Va buni hal qilish uchun bizda ikkita yo'l bo'ladi. Ya'ni bular normalization yoki normallashtirish va standartlashtirish. Xususiyatlarni shkalalash uchun 3 ta muhim tushunchani tushunib olishimiz kerak. Biz bu yerda misol tariqasida namunalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni 4, 6, 8, 10, 12 miqdordagi oylik daromad, ya'ni million so'm miqdorida bo'lsin. Birinchisi o'rtacha, ya'ni mean deb aytiladi, ya'ni mu bilan belgilaymiz. Hamma qiymatlarni qo'shib, ularning soniga bo'lamiz. Ya'ni bu markaziy qiymat bo'ladi. Ya'ni hammasini yig'indisini ularning soniga bo'lamiz 8. Bu o'rtacha qiymat, ya'ni mean. Undan keyingisi median deb aytiladi. Bu qiymatlarni tartiblab eng o'rtadagisini olamiz. Outlierga chidamli bo'ladi. Ya'ni bu degani, bu yerda tartib bilan yozilyapti. Aslida bular tartibli bo'lmaydi. Bularni biz tartiblaymiz, ya'ni o'sish tartibida yozamiz va bularni indeks bo'yicha o'rtadagisini, ya'ni bu yerda 1, 2, 3 bo'lyapti. 3-inchisi o'rta hisoblanadi va mana shu qiymatni olamiz. Mana shu median deb ataladi. Undan keyingisi standart og'ish, ya'ni qiymatlar o'rtachadan qancha uzoq tarqalganini o'lchaydi. Aytaylik, bizda mean, ya'ni mu 8 bo'lyapti. Qiymatlar 8 atrofida tarqalgan. Ya'ni buni qiymati 200 dan 83 ga teng bo'ladi. Bular bir asosiy tushunchalar hisoblanadi. Bu ko'proq statistikada ishlatiladigan asosiy tushunchalar va machine learningda ham bu ko'p bo'ladi. Vaqti kelganda bularga yana qaytishimiz mumkin. Buni o'zingiz alohida bir shug'ullanib, bularni yaxshi tushunib olishga harakat qiling. Bu chunki bular juda ham kerakli bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. Shu o'rinda nimaga bizga median kerak bo'ladi? Ya'ni agar oxirgi qiymat 12 emas, agar 100 bo'ladigan bo'lsa, mana aytaylik, bu yerda 12 emas, 100 bo'ladigan bo'lsa, biz uni o'rtachasini oladigan bo'lsak, 25 o'ndan 6 ga ko'payib ketadi. Ya'ni bu yerda yig'indini olyapmiz. Lekin mediana bo'ladigan bo'lsa, 8 bo'lib o'zgarmaydi. Shuning uchun mediana chidamli bo'ladi. Ya'ni bu degani 100 bo'lib, mana bu 12 ning o'rniga keladi. Ya'ni indeks bo'yicha 3-o'rinda turibdi, ya'ni 8 ligicha qoladi. Normallashtirish quyidagi formula orqali topiladi. Ya'ni har bir qiymatdan ustunning eng kichik qiymatini ayirib, eng katta va eng kichik qiymatlar farqiga bo'lamiz. Natijada barcha qiymatlar odatda 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqqa o'tadi. Barcha ustunlar bir xil, ya'ni 0 va 1 masshtabga keladi. Model hech bir ustunni faqat qiymatlari kattaroq bo'lgani uchun ustunroq hisoblamaydi. Misol bilan ko'rib chiqamiz. Aytaylik, oylik miqdori 5 million, 10 million, 15 million bo'lyapti. Buni biz normallashtiradigan bo'lsak, quyidagi formula bilan 5 bo'ladi 0 ga teng bo'ladi, 10 0 dan 5 ga, 15 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni barcha qiymatlar 0 bilan 1 ning o'rtasida ifodalandi. Keyingisi standartlashtirish. Standartlashtirish quyidagi formula bilan topiladi. Bu yerda x bo'lib qiymat bo'lyapti. Ya'ni har bir qiymatdan ustunning o'rtachasini ayirib standart og'ishga bo'lamiz. Natijada yangi ustunning o'rtachasi 0, standart og'ishi 1 bo'ladi. Quyidagi formula bilan, ya'ni x dan ya'ni mean o'rtachani ayiramiz va hamda uni standart og'ishga bo'lamiz.
Standart og'ish quyidagi usulda topiladi. Formulasi quyidagicha bo'ladi. Bu yerda barcha ustunlar bir xil, birlikda. Model hech bir ustunni faqat kattaligi uchun afzal ko'rmadi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu holat bo'ladi. Endi misolda ko'ramiz. Yuqoridagi misol bilan bir xil 5, 10, 15 million. Formulamiz quyidagicha. Bizda 5 qiymati minus 1 dan 22 ga teng. 10 bu yerda 0 ga teng bo'lyapti. 15 1 dan 22 ga. Ya'ni bu safar qiymatlar minus 1 dan 1 dan 22 oralig'ida joylashib chiqdi. Bularning farqi bilan tanishib chiqamiz. Normallashtirishda 0 bilan 1 ning o'rtasida bo'ladi. Standartlashtirishda esa odatda minus 3 bilan 3 orasida. Outlierga, ya'ni outlier degani anomal bo'lishi mumkin, yoki trenddan ko'ra juda ham katta farq qiladigan qiymatlar. Bularga normallashtirish sezgir bo'ladi, ya'ni siqilib qoladi. Bunda standartlashtirishda ancha chidamli bo'ladi. Qachon ishlatamiz? Agar chegara muhim bo'lsa, bu ko'proq o'sha neyron tarmoqlarda, rasmlarda bu ishlatiladi. 0 bilan 1 o'rtasiga keltiriladi barcha qiymatlar. Standartlashtirish esa boshqa ko'p holatlarda bu usuldan foydalaniladi. Odatda label, ya'ni bizda y bo'ladi. Normallashtirish yoki standartlashtirish qo'llanilmaydi. Uni qiymatlari o'zini asl ko'rinishda modelga beriladi va model natijani ham shu birlikda bashorat qiladi. Ya'ni esda qolsin, biz label qiymatlarini, ya'ni natija qiymatlarini normallashtirmaymiz va hamda standartlashtirmaymiz. Bular o'z qiymatida foydalanamiz va model ham mana shu qiymatda natija beradi. Yana shu o'rinda eslatib o'taman, yangi ma'lumotlarni bashorat qilayotgan paytimizda model asl o'qitish davomida qaysi usul foydalangan bo'lsa, mana shu holatda kiritilishi kerak. Agar bizga mana bu xususiyatlar normallashtirilgan holda o'qitilgan bo'lsa, bizni yangi ma'lumotimiz, ya'ni yangi bashorat uchun kelayotgan xususiyatlar ham normallashtirilgan. Agar standartlashtirilgan bo'lsa, u ham standartlashtirib keyin berilishi kerak. Aks holda bu yerda model noto'g'ri ishlaydi. Shuni yodda tuting. Endi misolda ko'rib chiqamiz. Bu asl ma'lumot edi. Ya'ni bizda ism bo'lyapti, yoshlar. Mana bu ko'rinishda, undan keyin tajriba yili, undan keyin maosh million so'm miqdorida bo'lyapti va hamda IELTS balli bo'lyapti. Buni ham qiymati boshqacha. Agar bu ma'lumotni normallashtiradigan bo'lsak, mana bu ko'rinishga keladi. Esda qolsin, normallashtirish va standartlashtirish faqatgina sonli qiymatlarga qo'llaniladi. Bu yerda biz string ko'rinishidagi bo'ladigan bo'lsa, karakter yoki string bo'ladigan bo'lsa, bular o'z holida qoladi. Bularni alohida ajratib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda barcha qiymatlar 0 va 1 orasida ifodalandi. Agar standartlashtiradigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda, ya'ni manfiy va musbat -3 dan +3 oralig'ida ifodalanadi. Ya'ni bu model uchun juda ham qulay bo'lgan masshtabga o'tdi degani. Keyingi mavzuyimiz ma'lumotlarni bo'lish va nima uchun biz bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar modelni butun ma'lumotni o'qitib, xuddi shu ma'lumotni sinasak, model ushbu ma'lumotni yodlab oladi va har doim a'lo natija ko'rsatadi. Bu yolg'on natija hisoblanadi. Misol uchun aytaylik, o'quvchiga imtihon savollarini oldindan javoblar bilan birga berib, keyin a'lo baho oldi deb xulosa chiqarishga o'xshaydi. Aytaylik, siz studentni o'qityapsiz. Sizda 100 ta savol bor. Bu 100 ta savolni hammasini o'quvchiga berdingiz. O'quvchi bu savollarga hammasiga tayyorlandi va oxirida yana shu savollarning ichidan test qildingiz. Student hammasiga to'g'ri javob berdi va aytdingizki, o'quvchi ya'ni a'lo bahoga topshirdi. Bu yolg'on natija hisoblanadi. To'g'ri yondashuv qanday bo'ladi? Modelni faqat train qismiga, ya'ni o'qitish qismida o'qitamiz, so'ng u hech qachon ko'rmagan test qismida sinaymiz. Bu real hayotdagi yangi ma'lumotni simulyatsiya qiladi. Ya'ni aytaylik, sizda 100 ta savol bor edi, shundan 80 tasida o'quvchini o'rgatdingiz, student 80 ta savol bilan o'rganadi va qolgan 20 tasini ko'rmaydi va uni oxir oqibat qolgan shu 20 ta savol bilan uni imtihon qilasiz. Agar shunda o'quvchi yaxshi baho oladigan bo'lsa, demak bu natija to'g'ri natija hisoblanadi.
Buni qanday qilib bo'laklarga bo'lamiz? Tozalangan va shkalalangan ma'lumotni modelga to'liq berib bo'lmaydi. Uni qismlarga bo'lamiz. Modelni xolis sinash imkoniyatini saqlab qolish kerak. Ya'ni train, ya'ni o'quv qismi mana masalan 70% olamiz. Undan keyin validation, ya'ni bu tekshirish qismi bo'ladi. 15% tekshirish. Bu tekshirish degani o'qitish davomida o'zini sinab boradi. Ya'ni har bitta o'rgangandan keyin o'zini sinab ko'radi va xatolarini to'g'rilaydi, yana davom etadi. Test bo'ladigan bo'lsa, model tayyor bo'lgandan keyin uni natijasini ko'rsatish uchun ishlatiladigan qism. Ya'ni o'quv to'plami, ya'ni train qismi model aynan shu ma'lumotdan qonuniyatlarni o'rganadi. Odatda 60 bilan 80% atrofida bo'lishi mumkin. Tekshirish to'plami, ya'ni validation o'qitish jarayonida modelni sozlash va taqqoslash uchun ishlatiladi. Bu har doim ham shart emas. Undan keyin test qismi bo'ladi. Bu sinov to'plami, model hech qachon ko'rmagan ma'lumot yakuniy xolis baholash uchun saqlanadi. Odatda 80% trainingga ishlatiladi, 20% testga yoki 80-10-10, ya'ni 10 bu yerda validation va hamda test bo'lishi mumkin. Ma'lumotni tayyorlash pipeline quyidagicha bo'ladi. Birinchi navbatda biz ma'lumotni to'playmiz, undan keyin ma'lumotni tozalaymiz va uni shkalalaymiz va hamda ularni bo'lamiz, ya'ni train va test qismlariga bo'lamiz va hamda modelni o'qitamiz va modelimizni baholaymiz. Ya'ni qisqacha eslatma, to'plash, ya'ni ma'lumotlarni manbalardan yig'ish, tozalash, bo'sh, takror va xato qiymatlarini bartaraf etish, shkalalash, ustunlarni bir xil diapazonga keltirish, bo'lish bo'lsa train, validation, test qiymatlariga ajratish. Undan tashqari o'qitish va modelni ma'lumotlar asosida sozlash, baholash, test ma'lumotlarida xolis natijani tekshirish. Endi Pythonda amaliy bajarib ko'ramiz. Avvalo biz kerakli kutubxonalarni yuklab olamiz. Bu yerda biz NumPy, Pandas, scikit-learn ishlatamiz. Bularni yuklab oldik va hamda ma'lumotni tayyorlab olamiz. Ya'ni bu yerda quyidagicha ma'lumot bor. Buni data frame'ga kiritib olamiz va hamda ularni ko'ramiz. Ya'ni bizning ma'lumotimiz quyidagicha bo'ldi. Ya'ni ism, yosh, IELTS balli va hamda shahri. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda yosh yo'q, bu yerda shahar ham yo'q. Mana bu yerda yoshda -5 qo'yilgan. Biz shu ma'lumotlarni hamda yosh 200 ga teng bo'lib qoldi. Bularni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bundan nusxa olamiz, asl ma'lumotni o'zgartirmaslik uchun. Undan keyin noto'g'ri qiymatlar yosh mantiqan 0 dan 120 oralig'ida bo'lishi kerak. Chegaradan tashqaridagilarni none deb belgilaymiz. Yo'qolgan qiymatlar bo'yicha sonli ustun yoshda medium bilan to'ldiramiz. Undan keyin matnli ustun shaharda eng ko'p uchraydigan qiymat bilan qo'yamiz. Sonli bo'lmagan IELTS va 0 va 9 dan tashqaridagilarni 0 ga almashtiramiz. Va hamda takror keladigan yozuvlarni bittasini qoldirib qolganlarini o'chirib tashlaymiz. Va bular quyidagi usulda amalga oshiriladi. Demak, natija quyidagicha bo'ldi. Bu yerda Aziz bo'ldi, IELTS 0 ga teng bo'ldi. Bu yerda yo'q edi. Asl ma'lumotda mana endi oladi deb yozib qo'yilgan edi. Bundan tashqari Jasurni yosh to'g'rilandi, o'rtacha qo'yildi va hamda shahar yo'q qism Layloni shahar qo'yildi va hamda bu yerda 4 ta chiqyapti bizda. Asl bu yerda 5 ta edi. Chunki Aziz bu yerda 2 marta takrorlangan. Bularni o'chirib tashlab bittasini qoldirdik. Mana shu tartibda ma'lumotlarni to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi qismda shkalalash bilan tanishib chiqamiz. Yana ma'lumot tayyorlab olamiz. Bu yerda belgilar, ya'ni xususiyatlarni olamiz, ya'ni yoshi, tajribasi, maoshi, IELTS ballarini ajratib olamiz. Bular bizda X bo'ladi. Undan keyin maoshi millionlarda model uni avtomatik muhimroq deb hisoblab olishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerda normallashtirishni bajaramiz va hamda standartlashtirishni bajaramiz. Buning uchun biz min-max scalerdan foydalanamiz hamda standart scalerdan foydalanamiz. Va natijani chop etamiz. Demak, kodni ishlatamiz. Quyidagicha bo'ldi.
biz asl ma'lumot shunday bo'ldi va u yerdagi oraliq ma'lumotlar shunaqa bo'lyapti. Ya'ni yosh 13 yosh atrofida farqlanyapti. Tajriba 12 yil orasida farqli. 2.100.000 atrofida farqlanish bor. IELTSda 2 ball atrofida. Ularni normallashtirganimizdan keyin quyidagicha natijaga ega bo'ldik. Ya'ni hamma qiymatlar 0 va 1 orasida joylashdi. Standartlashtirish orqali biz ularni manfiy va musbat oraliqqa tushirdik. Bularning oralig'i taxminan 0.10 -1dan sal yuqoriroq atrofida bo'lyapti. Va 3-qismda biz ma'lumotlarni bo'lish, bu yerda biz test va train qismlarga ajratamiz. Maoshni qolgan belgilar orqali bashorat qilish, target bu yerda maosh bo'ladi, ya'ni label hisoblanadi. Labelni shkalalamaymiz, aytib o'tganimizdek, bu o'z birligida saqlanadi. Bu yerdan x sifatida yoshi, tajribasi, IELTS ballini olamiz, hamda y sifatida ularni maoshi bo'ladi. Bularni bo'lish uchun train test split funksiyasidan foydalanamiz. Bizga osongina bo'lib beradi. Ya'ni bu yerda test size 4% bo'lyapti. Ya'ni 40% ni test sifatida olyapmiz. Va undan keyin biz ma'lumotimizni standartlashtiryapmiz va hamda barchasini chop etamiz. Ya'ni train 3 ta namuna bo'ldi, test 2 ta namuna bo'ldi. Chunki bizda ma'lumot juda oz bo'lganligi uchun shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Bu sizga tushunarli bo'lishi uchun, lekin aslida bular minglab yoki 10 minglab atrofidagi bo'lgan ma'lumotlarda ishlatiladi. Darsimiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu dars sizga tushunarli bo'ldi. Fikr mulohazalaringizni kommentda yozib qo'ying, kanalga a'zo bo'ling, like tugmasini bosing. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.